Ochiq manbalarga ko'ra, yurtimizda 245 mingdan ortiq insonlarda qandli diabet, aholining qariyb 12% esa yurak-qon tomir tizimi bilan bog'liq muammolar mavjud. Ekologiyaning buzilishi ham inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sharoitda bu muammolarga yechim izlash tabiiy hol. Koreyada ishlab chiqarilgan Cheongsam Zhensheng ekstrakti ana shunday tabiiy yechimlardan biri. 2020-yildan buyon Cheongsam brendi O'zbekiston bozorida o'zining ishonchli va sifatli mahsulotlari bilan tanilgan. 6 yil davomida Koreya tuprog'ida yetishtirilgan Zhensheng indizida inson salomatligi uchun zarur bo'lgan ko'plab foydali moddalar mujassam. Uning tarkibida kudzu, likoris, anjelika, peoni, jujube kabi eng noyob giyohlar bor. Ular birgalikda qon bosimini me'yoriga keltirish, qondagi qand miqdorini yaxshilash, jigarni himoyalash va bo'g'imdagi og'riqni kamaytirishga yordam beradi. Cheongsam Zhensheng ekstrakti klinik sinovlardan o'tgan va ekspertlar tomonidan tavsiya etilgan hamda Koreyada to'liq ishlab chiqarilgan. U 2 bosqichli himoyali muhrga va O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining guvohnomasi hamda 10 dan ziyod xalqaro sertifikatlarga ega. Koreyaning original mahsuloti Cheongsam Zhensheng ekstrakti tabiiy kuch, sog'lom hayot va bardavom energiya manbai. Buyurtma uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling 71 208 06 06. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul. Eslatib o'tamiz, har kuni birinchi qo'ng'iroq qilgan 30 ta mijozga 30% chegirma e'lon qilamiz. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, chegirmaga ega bo'ling. Cheongsam Zhensheng ekstrakti Koreyaning original mahsuloti.